Metallom qilib sotsanglar ham menimcha bundan qimmatroqga sotsanglar kerak. Qattiqroq olib olinglar, qo'linglardan telefoninglar tushib ketib qolmasin. Suv tekinga uy-joy mashinalarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalga podpiskani bosib, bu qora Gentra'mizning narxini taxmin qilib, hushyor bo'lib turinglar. Agar narxini eshitib qoyil qolib yuborsanglar, like podpiska bosib mashina olaman degan tanishingizni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. 2021-yil qora Gentra'ni GBO kuzovi taqilgan ekan. Xo'p, 4 ta yaxshi yumshoq balonlarda, diskasi, bakovoyi, lyuki, hamma narsasi bor Gentra'niki. 1.6 korobka qo'ydirganman, mashina vash ekan bo'lgan edilar. 1.8 motorda turibdi. Magic pulti bor, polniy shumka bo'lgan. Kapotida mana shu ko'rayotganinglarda petnosi bor mana. Mana shunday petnosi bor. Keyin qaysidir eshikda petno ko'rdim. Xudo xolisa qolgan joylari top-toza. Mana butun mashina biz aytadigan narxda adarlib ketganini ham bermaydi. Adarlib ketgan motor yo'g'ini ham bermaydi. Buni hamma yog'i cho'tki holatda turibdi. Nari borsa $200 ishi bor. Bu ham o'zingizlar uchun. Hatta shundoq ham haydayversanglar bo'ladi. Metan gazlari ham bor, shumkalar bo'lgan. Mercedes rullar. Salon obshkalari ham yomon emas, yaxshi holatda. Chexolda turibdi. Mana lyuklarni ko'rasizlar, tepalar alkantarali qilingan. Nejigar putlar. Hamma yog'i to'tki, kondisionerlargacha ishlab turibdi dedilar. Xudo xolisa mashinaning holatlari yaxshi, hadovoylari yaxshi dedilar. Hamma yog'i cho'tki bo'lib turibdi. Bitta vashtada bamperni almashtirib olsanglar, yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana qurushlari yomon emas. Bitta polirovka qildirib olsanglar, yonadi mashina. Hamma yog'i cho'tki bo'lib turibdi mana. Abu tayyorla City Gentra qilingan mashinamizni Suv tekin kanaldan olib maza qilib haydashingiz uchun Metallom narxidan ham past narxda, ya'ni Suv tekin narxda $5550 ga berib yuboramiz. Qoyilmisizlar? Bir xil payt bunaqa narxlarga o'zim ham ishonmay qolman, lekin Telegram kanalga bunaqa mashinalarni har kuni 10 ta, 20 ta, 30 talab Suv tekin narxda inomarkalarni ham qo'yamiz, Instagramga ham qo'yamiz. Shuning uchun podpiskani bosib qarab, hushyor bo'lib tursanglar, Suv tekinga yo'yli, yo mashinali bo'lib olasizlar. Bu mashinamizning egalar nomerlari ham Telegram kanalda olib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Endi like bosib mashina olaman degan tanishingizga yuborib qo'ying.